Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Istiqlol televiziyamiz xalqimizning qo'llashi bilan taraqqiy qilmoqda. İslomiy va milliy qimmat qarashlarimizdan chatnamagan asosda xalqimizga vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo vaziyatidan vaqtida xabar berish va har xil siyosiy, diniy, ilmiy suhbatlar orqali millatimizning ma'naviyatini yuqori ko'tarish va yangi ma'lumotlarga ega qilish, qisqasi ishg'ol ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishida bir kishilik o'rnimizni elish maqsadida qurilgan va 12 yildan buyon uzluksiz xizmatini davom qilayotgan Sharq Turkiston tashviqot va axborot agentligi qarmog'idagi Istiqlol televiziyamiz muhojiratdagi Uyg'ur axborotlarining eng oldingi qatordagilardan o'rin olib kelmoqda va xalqimizning bizni har jihatdan qo'llab-quvvatlashi natijasida kun sari taraqqiy qilib bormoqda. Ilgari faqatla Uyg'ur tilida tarqatilayotgan programmalarimiz amdilikda turkcha va arabcha tarqatilib, Turkiya va arab dunyosida belgilik ta'sir ko'rsatmoqda. Media tashviqot sohasining kun sari uchqandek taraqqiy qilishi bilan uningga ishlatiladigan uskunalar jiddiy shaklda o'zgarmoqda va yangilanmoqda. Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining yolg'on safsata tashviqotlariga eng ko'p kuch va iqtisod sarf qilayotganligi va dunyoni bu safsatalar bilan aldashga urinayotganligi hamda ochiq-oshkora holatda tashviqot sohasini istutaksiz jang maydoni, biz bu maydonni asla bo'shashtirib qo'ymasligimiz kerak deganligi hammamizga ayon. Istiqlol televiziyamiz, ya'ni sizning Istiqlol televiziyangiz mana bu istutaksiz jang maydonida azaliy dushmanimiz bilan jang qilmoqda. Kang xalqimizni dushmanimiz bilan bo'lgan bu jangimizda bizni texmo qo'llashga, texmo ilg'or texnika va uskunlar bilan ularning safsatalarini yerga urish uchun hamdamda bo'lishga chaqiriq qilamiz. Bu munosabat bilan hozirgacha moddiy va ma'naviy jihatdan bizga hamdam bo'layotgan ismsiz qahramonlarimizga tashakkur aytish bilan birga 2 mart ismini oshkorlashni xohlamagan bir qarindishimizning namoyish va har xil dala faoliyatlarida ishlatishimiz uchun yuqori sifatlik bir yurish yangratqu sistemasi hadiya qilganligiga rahmat aytamiz. Istiqlolda meningmi bir izim bo'lsin desangiz biz bilan aloqa qiling. Aloqa nomerlari 0090 553 895 1933 0090 541 797 77 00. Sharq Turkistonda 64 yuqumlanuvchining doktorxonadan chiqqanligi bildirildi. Jungshin to'rining 2 martdagi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlardan 64 kishi doktorxonadan chiqqan. Atalmish Abdunum rayonlik sahiya idorasi e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlar navbatda 76 ga yetgan bo'lib, yerlikda 44, diviziyada 24. Bular ichida 64 kishi doktorxonadan chiqqan, 3 kishi o'lgan, doktorxonadan chiqqanlardan yana 2 kishining kasali qayta qo'zg'algan. Navbatda yuqumlanuvchilar Urumchida 4, Sanjida 1, Turpanda 2, 8-diviziyada 1, 9-diviziyada 1 bo'lib, bular ichida ikkisining ahvoli og'ir ekan. Ma'lum bo'lishicha, butkul Sharq Turkistonda ko'zatilayotganlar 3137 ga yetgan. Wuhan virusi dunyodagi dongliq boylarga og'ir ziyon soldi. Bloomberg to'rining xabar qilishicha, hozirgacha 3000 dan ko'p kishining o'limiga sababchi bo'lgan Wuhan virusi dunyo iqtisodiga og'ir ta'sir ko'rsatgan bo'lib, dunyodagi eng cho'ng 500 milliarder bir haftada jami 444 milliard dollar ziyon tortgan. Dunyodagi eng dongliq boylardan bo'lgan Amazon shirkatining qurg'uvchisi Jeff Bezos, Microsoftning qurg'uvchisi Bill Gates va LV shirkatining boshlig'i Bernard Arnold qatorliqlar jami 30 milliard dollar ziyon tortgan. Dunyodagi eng cho'ng boylarning tizimligida 25-o'rinda turadigan Amerikaning motor zapchastlarini ishlab chiqaradigan dongliq Tesla shirkatining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Elon Musk Wuhan virus sababli bir hafta ichida 9 milliard dollar ziyon tortgan. Facebookning qurg'uvchisi Mark Zuckerberg bir hafta ichida 6,5 milliard dollar ziyon tortgan. Xabarda yana tizimlikdagi 500 boyning bir hafta ichida 78 milliard dollar ziyon tortganligi qayd qilingan. Buningdan boshqa 28 fevral Wuhan virusining ta'siridan kelib chiqqan muqimsizlik sababidan Yevropa va Amerika paycheki bozorida intayin og'ir ziyon ko'rilgan. Shundaqla Arab qo'ltiqidagi davlatlarning paychek bozori Wuhan virusi sababli 150 milliard dollar ziyon tortgan. Faqat Saudiya Arabistonning ziyoni 82 milliard dollarga yetgan.
Xitoy doiralari chet ellik muxbirlarni viza orqali cheklamoqda. Amerika ovozi to'rining 2 martdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyda turishliq chet ellik muxbirlar birlashmasi bir dokument e'lon qilib, Xitoy doiralarining viza orqali chet ellik muxbirlarga besim tushirayotganligini bildirdi. Dokumentda ma'lum bo'lishicha, Shi Jinping taxtga chiqqandan buyon jami 9 muxbir viza bekor qilinish yoki uzartilib bermaslik qatorliq vositalar bilan Xitoydan qo'g'langan. Oldingi oyda Wall ko'chasi jurnalining Beijingda turishliq 3 muxbirining vizasi bekor qilinib, Xitoydan ayrilishga majbur bo'lgan. Mazkur dokument Xitoydagi 114 chet ellik muxbirni ziyorat qilish orqali yozilgan bo'lib, 80% dan ortiq muxbir xizmat jarayonida Xitoy doiralarining to'sqinligiga, zo'ravonlarcha muomalasiga uchraganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bu vaqtdagi savolga javob berib, Xitoyda turishliq chet ellik muxbirlar birlashmasi degan bu tashkilotni azaldan e'tirof qilib boqmaganligini, mazkur dokumentning bir taraflamalikka to'lganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoyda chet ellik muxbirlardan 536 bor ekan. Amerika va Talibanning tinchlik kelishimi imzolashi qiziq nuqtaga aylandi. 29 fevral Amerika va Taliban o'rtasida rasmiy kelishim imzolangan bo'lib, tarixiy xarakterlik bu kelishim xalqarodagi qiziq nuqtaga aylandi. Germaniya ovozi to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Qatarning poytaxti Dohada o'tkazilgan bu kelishim imzolash uchrashuvisiga 300 dan ortiq kishi shahid bo'lgan. Kelishimnomaga asosan Amerika hukumati kelgusi 135 kun ichida Afg'onistonda turishliq 12 ming askarni 8600 ga qisqartiradigan bo'lib, yana Talibanning bir qism odamlarini qo'yib berishga va ba'zi embargolarni bekor qilishga qo'shilgan. Taliban taraf buning badaliga Daesh, Al-Qoida qatorliq tashkilotlar bilan hamkorlashmaslikka, ularni Afg'oniston zaminiga kirgizmaslikka, shundaqla Kabul hukumati bilan tinchlik suhbati o'tkazishga qo'shilgan. Bu qitimliq kelishimnoma imzolash uchrashuvisiga Afg'oniston hukumati vakillari qatnashgan bo'lib, Taliban taraf bundan burun ularni Amerikaning qo'rchoq hokimiyati deb qarab, suhbatlashishni izchil rad qilib kelgan edi. Kuzatuvchilar bu qitimliq kelishimnomaning Amerika va Taliban o'rtasida bo'lganligini, Afg'oniston hukumatining buningga qaytilmaganligini, Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi tinchlik kelishimi tuzilishga oz degandimi 1 yil vaqt ketadiganligini bildirishgan. Xitoyning Amerikadagi organ taratqullari qattiq peshvo edi. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 2 mart Xitoyning Amerikada turishliq organ taratqullarining xizmatchilarini zo'r darajada qisqartish haqida buyruq tushirgan. Mazkur qarorga asosan Xitoyning Amerikada turishliq Xinhua agentligi, Xitoy xalqaro televiziyasi CGTN, Xalq gazeti, Xitoy kundalik gazeti va Xitoy xalqaro radio stansiya qatorliq organlari Xitoy xizmatchi xodimlarini 160 dan 100 ga tushirishga buyurilgan bo'lib, qisqartish nisbati 40% ga yetgan. Buyruqda ko'rsatilgan qisqartirilganlar mazkur organlardagi Xitoy garajdoni bo'lgan xodimlar bo'lib, buyruqning 13 martdan tartib rasmiy ijro qilinganligi bildirilgan. Gerçi qisqartirilgan xodimlarning Amerikadan chiqib ketishi talab qilinmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy xodimlarining hammasi xizmat vizasi bilan turayotgachqa uzunga qolmay Amerikadan ayrildi ekan. Amerikaning bu qarori ikki taraf o'rtasidagi taratqu diplomatiya urushining bir qismi bo'lib, Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu vaqtda to'xtalib, bu qarorning turtkisida Xitoy doiralarining Xitoyda turishliq chet ellik axborot xodimlariga adil muomala qilishini umid qilganligini bildirgan. 75 yoshlik sobiq nozir Mehmet Abdulla muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Amerikada turishliq Iskandar Mehmet va singlisi Subhi Mehmetlarning 28 fevral Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, ular yaqinda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik o'rmonchilik nazoratining sobiq noziri bo'lgan dadasi Mehmet Abdullaning 2019-yilning oxirida bo'lgunchilik va ikkiyuzlamachilik jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi haqida uchralgan. Sobiq nozir Mehmet Abdullaning qizi Subhining bildirishicha, ular 2017-yili tutqun qilingan dadasi Mehmet Abdulla ustidan 2019-yili 9-oy va 12-oy mezgilda 2 qatim sud ochilganligi haqida uchralgan. 9-oyda ochilgan birinchi qatimliq sudga oila a'zolaridan Urumchidagi hadisi qatnashtirilganligi ma'lum. Hadisning bildirishicha, 3 yildan buyon tutqunda turgan dadasi o'ruqlab ketgan. Qizi bilan sudda so'zlashish imkoniyati bo'lmagan. Sudda sobiq nozir Mehmet Abdulla bo'lgunchilik va ikkiyuzlamachilik bilan ayblangan bo'lib, sud maydonida uningga o'zini oqlash fursati berilmagan. Ikkinchi qatimliq sud 2019-yili 12-oyda yopiq holatda ochilgan bo'lib, oila a'zolari sudga qatnashtirilmagan. Birinchi qatimliq va ikkinchi qatimliq yopiq sudning hukmi oilasidagilarga dadasi uchun taklif qilingan Xitoy advokat orqali telefonda og'zaki yetkazilgan.
Uning o'g'li Iskandar apandining bildirishicha, sobiq nozir Mehmet Abdullahga bo'lgunchilik va ikkiyuzlamachilik jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Sotda uningga 4 million yuan Xitoy xalq puli jarimani qo'yilgan. Mehmet Abdullah oilasining barliq mol-mulki musodir qilingan. Uning ayolining pensiya maoshi, sug'urtasi qatorliqlar 3 yildan buyon to'xtatilgan. Shundaqla uning o'g'li Iskandarning nomidagi 1000 modan ortiq yermo musodir qilingan ekan. Farzandlari ta'minlagan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Mehmet Abdullah 1947-yili Korluda tug'ilgan. Mehmet Abdullah Xitoy rejimi o'zi tarbiyalab o'stirgan Uyg'ur kadri bo'lib, u 1983-yildan 93-yilgacha Korlu shahrining boshlig'i, Tarim daryosini boshqarish idorasining mudiri qatorliq vazifalarida bo'lgan. Farzandlarining bildirishicha, bu yil 75 yoshga kirgan sobiq nozir Mehmet Abdullah Xitoy rejimi o'zi tarbiyalagan davlat kadri bo'lib, Xitoy rejimi uchun 40 yildan ortiq xizmat qilib pensiyaga chiqqan ekan. Mehmet Abdullahning qizi Subhi va uning o'g'li Iskandar yana 2020-yili kirgandan buyon o'zlarining uzun muddatlik sukutni buzib, Amerikadagi munosabatli hukumat organlari va taratqularda dadasi haqida oshkora isbot berishga boshlaganligini bildirdi. Ular so'zlarida yana hali ham Xitoy rejimidan umid kutayotgan Uyg'urlarning tutqundagi urug' tuqqanlari uchun haqqoniyat maydonida turib, dunyo jamoati oldida haq so'zni qilishini va botirlik bilan guvohlik berishini tavsiya qildi. 100 mingdan ortiq ko'chman Turkiyadan ayrildi. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministri Süleyman Soylu 1 Mart Twitter'da uçur yollab 100 mingdan ortiq ko'chmanning Turkiyadan ayrilib Yevropaga qarab yo'lga chiqqanligini bildirdi. Turkiya taraf yana ko'chmanlarning Yevropa chegarasiga yaqinlashganligini, ammo Gretsiya hukumatining har xil usullar orqali ko'chmanlarni chegaraga yaqinlashtirmaganligini bildirdi. Xabarda aytilishicha, ko'p sondagi ko'chmanlar Gretsiyaning o'xshamagan joylarida chegaradan o'tishga uringan, ammo saqchilar ularni rezinga o'q qatorli qurollar bilan to'sgan. Undan boshqa bir qism joylardagi yerlik fuqarolarmo norozilik bildirib, dengiz yo'li orqali kelgan ko'chmanlarni qirg'oqqa yaqinlashtirmagan. Shundaqla naq maydondagi muxbirlarni urib, ularning apparatlarini dengizga tashlab o'tgan. Gretsiya hukumati Turkiya hukumatining ko'chmanlarni Yevropaga berishga sharoit hozirlab berganligini, navbatda bu masalaning davlat bexatarligi va tinchligiga tahdid elib kelganligini ta'kidlab, noroziligini bildirgan. Shundaqla kelgusi bir oy ichida qonunsiz ko'chmanlarning panohlik iltimosini qabul qilmaydiganligini jakarlagan. Erdoğan Türkiye'nin izzet obro'yini dafsanda qilishga hech kimning haqqi va salohiyati yo'q dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Yevropa İttifaqıning Türkiye chegara eg'izlarini ichivatgandan keyin musofirlar uchun 1 milliard yevro yo'llash taklifini rad qilib, Türkiye'nin izzet obro'yini dafsanda qilishga hech kimning haqqi va salohiyati yo'qdir dedi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan xizmat ziyarati bilan Anqaraga kelgan Bulgariya bosh ministri Boris Borisov bilan o'tkazgan qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'inida musofirlar masalasi to'g'risida to'xtaldi. U Yevropaga xitob qilib, "Mushu kunlarda ko'rishyapmiz. Sizlarga 1 milliard yevro avatimiz deyishyapti. Sizlar kimni aldaysizlar? Biz endi bu pulni xohlamaymiz" dedi. U yana Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning oldingi qatordagilar chegaralarga qarab mengayotgan musofirlar masalasida Türkiye'nin xato qilganligini ilgari surgudek darajada qo'sh o'lcham ishlatmoqda. Qani u adil yuk va mas'uliyatni ustiga elish. Bu yukni bizlik ko'taramdik. Biz 40 milliard dollardan ortiq chiqim qildik deganlarni so'zlariga ilova qildi. Bulgariya bosh ministri Boris Borisov bo'lsa hech kimning ishikda kutayotgan musofirlarga munosabatli krizisni ko'rib yetolmaganligini bildirdi va so'zini davomlashtirib, Türkiye'ga tartibsiz ko'chmanlar uchun ajratilgan mablag'ning nimishqa o'z vaqtida berilmaganligini tushunolmayapman. Yevropa ittifoqining asosiy prinsiplarining biri yukni o'rtaq ko'tarishdir dedi. Erdoğan Türkiye'nin musofirlar uchun o'z oldiga ko'rsatayotgan fidokorlik davrining oxirlashganligini bildirib, chegaralarimizni ochgan vaqtdan boshlab Yevropaga yuzlanganlarning soni 100 mingdan oshdi. Bu raqam pat yaqinda millionlarga yetadi. Hozir hammasi chegara eg'izlarini ochganligimizdan faryod qilyapti. Biz ya bu kishilarni o'z zaminida sharaflik hayotga erishtiramiz, yoki hamma kishi bu yukdan ustiga qanchalik tushsa shunchalikni oladi. Endi o'z oldiga fidokorlik qiladigan davr oxirlashdi dedi. Turkiyadan ayrilgan ko'chmanlar Gretsiya chegarasida ig'ir mudohalaga uchradi. Gretsiya bexatarlik qismlari Kastanis chegara eg'izi oldida tikanlik simlar bilan to'saq qurgandan sirt, to'saqning orqasiga nurg'unlagan saqchilarni tizdi. Bexatarlik qismlari to'saq oldida saqlayotgan qonunsiz ko'chmanlarga yuqori besimli suv bilan mudohala qilib, pat-pat ovoz bombasi va yosh oqquzish bombasini otdi.
Bu qattiq mudohala jarayonida bir qism ko'chmanlar yordari bo'ldi. Gretsiya tarafidan etilgan gaz bombasining mishaklari Turkiya chegara punktining bog'ichisiga tushdi. Gretsiya bexatarlik qismlari Pazarko'la chegara eg'izining yendimi bir guruh kishilarning chegaradan o'tmoqchi bo'layotganligini ko'rib, ularga yosh oqquzish bombasi, plastik o'q va ros o'q bilan mudohala qildi. Bir qism ko'chmanlar bu mudohalalarga qaramasdan egiz tom va tikanlik simlar bilan qo'rshalgan chegaradan bo'sib o'tdi. Gretsiya bexatarlik qismlari qonunsiz ko'chmanlarga yosh oqquzish bombasi bilan kechichi mudohala qilishni to'xtatmadi. Nurg'un bovoqlarni o'z ichiga olgan ko'chmanlar gazning ig'ir ta'siriga uchradi. Ahvoli ig'ir ko'chmanlarga rayondagi qutqizish mashinalari yordam qildi. Yana bir tarafdan kichik bolalarni o'z ichiga olgan bir guruh qonunsiz ko'chman kauchuk kema orqali Lesbos orolidagi Termi portiga yetib borganda oshqun o'ngchi guruhlarning qarshiligiga uchradi. Ko'chmanlarning quruqlikqa chiqishini to'sib, kemalarni dengizga ittirishga boshlagan oshqun o'ngchi guruhlar xabarlarni ta'qib qilayotgan muxbirlarga hujum qildi. Oshqun o'ngchilar germaniyalik 2 muxbirni urdi. Bir qism jurnalistlarning kamera va uskunlarini dengizga tashildi. Yana bir tarafdan chegaradan o'tishga tirishgan bir ko'chmanning Gretsiya askar tarafidan etib o'ldirilishi axborotni keng g'ulg'ula qo'zg'adi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.